Namangan shahrida, Go'zalda, Delkor ro'parasida Ochofat kaboblardamiz. Ochofat kaboblarida 28 xil kabob turlari bor ekan, bir boshdan yeb chiqamiz. $dollarlardan boshlaymiz. Bu maxsus o'zlari tayyorlashar ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Ishtahani ochib olamiz. Tashkent qalampir. Çok da pişken pomidor vücudu kanı koydu. Go'shtlari ham o'zimizni mesniy go'shtdan ishlatishgan, mazasiga umuman gap. Qiymalarining ichida qo'y dumbalari bor ekan. O'rama kaboblari. Kabob bilan piyoz ketadi-da. Sirli qiymalarini yeymiz. Qasam. Mashina yeb qarash o'rnasan. Voy, Aka. Biz ozgina kabob berdingiz, yesa yebmiz-da qo'ying. Qiyma kaboblari ham, sirli kaboblari ham zo'r ekan. Shuni olib yeb qo'yaman dedi. Eng zo'ri-yu bu. Eng shirin kabob topib qo'yaman dedi akam. Haqiqatda tortishganlaricha bor ekanda. Mazasi bilan. Mazza namanganliklarga mazza ekanda. Xohlagan payt kabob bor, 7:20 tur ishlayotgan. Pistali hamda bedana tuxumli ustida qiyma o'ralgan kaboblar ekan. O'rtasida qora qo'chqor dumbasi ham bor ekan. Qo'y go'shtiga qiyma ekan. Hali qo'y go'shtiga qiyma yeb ko'rganim yo'q edi. Namanganda Ochofat kabobda qo'y go'shtiga qiyma. Mazasi zo'r. Hammaga e'tibor uchun kattakon rahmat. Barchalaringni Ochofat kaboblarida kutib qolamiz. Namangan shahri. Assalomu alaykum.